18-mart kuni Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonga amaliy tashrif bilan kelgan Yevropa Ittifoqining xalqaro hamkorlik masalalari bo'yicha komissari Yozef Sikelani qabul qildi. Prezident matbuot xizmati ma'lumotlariga ko'ra, ushbu uchrashuvda ko'p qirrali munosabatlarni yanada rivojlantirishning dolzarb masalalari muhokama qilingan. Bu nima degani? Davlatimiz rahbari va Yevrokomissar uchrashuvida ancha vaqtdan beri imzolanishi kutilayotgan kengaytirilgan sheriklik va hamkorlik to'g'risida bitim muhokama qilingani sir emas. Mazkur hujjat savdo, transport, energetika, texnologiya, ekologiya va ta'lim kabi sohalardagi hamkorlik uchun huquqiy asos sifatida xizmat qiladi. Ya'ni, ushbu bitim O'zbekistondagi ishlab chiqaruvchilar, tadbirkorlar, talabalar uchun va juda ko'p boshqa turli soha vakillariga Yevropaning qator manfaatli dasturlari va tashabbuslaridan foydalanish imkonini yaratadi. O'zbekiston va Yevropa Ittifoqi o'rtasidagi munosabatlar haqida gapirar ekanmiz, ularni shakllanish tarixiga ham nazar tashlash o'rinli bo'lsa kerak. Ikki tomon hamkorligi bundan 29 yil oldin, 96-yilda xuddi o'sha sheriklik va hamkorlik to'g'risidagi ilk bitim imzolanishi bilan boshlangan. O'sha vaqtda bu hujjat ramziy ahamiyatga ega bo'lib, hamkorlik asosan siyosiy maslahatlar va texnik yordam bilan cheklangan edi. Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyoni unchalik ustuvor mintaqa sifatida ko'rmagan. O'zbekiston institutsional qo'llab-quvvatlashga muhtoj bo'lgan yangi mustaqil davlat sifatida o'sha davrda qabul qilingan edi. Biroq o'tgan davr mobaynida dunyoning geosiyosiy arxitekturasi sezilarli darajada o'zgardi. Markaziy Osiyo mintaqasi Sharq va G'arbni bog'lovchi strategik makon sifatida tobora muhim ahamiyatga kasb etmoqda. O'zbekiston esa izchil islohotlar va tizimli o'zgarishlar natijasida mintaqadagi ochiq, barqaror va jadal rivojlanayotgan davlat sifatida tan olinmoqda. Ayni shu omil Yevropa Ittifoqining mamlakatimizga bo'lgan qiziqishini sezilarli darajada oshirdi. Chunki global beqarorlik sharoitida Yevropa Ittifoqi ishonchli va barqaror hamkorlar bilan munosabatlarni mustahkamlashga alohida e'tibor qaratmoqda. 2024-yilda O'zbekiston va Yevropa Ittifoqi o'rtasidagi tovar aylanmasi 604 milliard AQSh dollariga yetdi. Bugungi kunda O'zbekistonda Yevropa Ittifoqi ishtirokida 1000 dan ortiq qo'shma korxonalar faoliyat yuritmoqda. Amalga oshirilayotgan loyihalarning umumiy portfeli 30 milliard yevrodan oshgan. Va bu raqamlar nafaqat O'zbekiston bozorini qiziqarliligi, balki Yevropa Ittifoqining mintaqamizga nisbatan o'z strategik yondashuvini qayta ko'rib chiqayotganini ham tasdiqlasa kerak. Prezidentimiz va Yozef Sikelani muzokaralarning yana bir mavzusi bu o'ta muhim mineral resurslarni qayta ishlash sohasidagi hamkorlik. Dunyoda o'ta muhim resurslar uchun raqobat kuchayib borayotgan vaqtda va global logistika zanjirlari yangitdan shakllanayotgan bir sharoitda Yevropa geosiyosiy xavfsiz hududlarda ishonchli sheriklar bilan aloqalarni yo'lga qo'yishga intilyapti. Mana shu jarayonda O'zbekiston oqilona tanlov sifatida ko'zga tashlanmoqda Yevropa uchun. Shuningdek, Prezidentimiz va Yevrokomissar Yozef Sikela uchrashuvida 2025-yil aprel oyida Samarqandda bo'lib o'tadigan Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi birinchi sammitiga tayyorgarlik masalalari muhokama qilinmoqda. Bu sammit tarixiy ahamiyatga ega, chunki unda ilk bor Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyo o'rtasida, ya'ni ikki mintaqa o'rtasida yagona sheriklik ko'rinishida institutsional muloqot yo'lga qo'yilishi rejalashtirilgan. Xulosa qilib aytganda, O'zbekistondagi islohotlar Yevropa Ittifoqining Yevroosiyodagi barqaror hamkorlarga bo'lgan ehtiyojini to'ldirmoqda. Endi O'zbekiston Yevropa Ittifoqi uchun periferiya, ya'ni bir chetdagi davlat sifatida emas, balki ulkan salohiyatga ega strategik hamkor sifatida ko'rilmoqda. Bugungi kunda Yevropa ishonchli ittifoqchilar izlayapti. O'zbekiston esa iqtisodiy o'sish va tashqi siyosiy pozitsiyani mustahkamlash uchun yangi imkoniyatlar izlayapti va ikki tomonning manfaatlari o'zaro mos kelmoqda. Bu esa barqaror va teng huquqli hamkorlikka keng yo'l ochmoqda desak bo'ladi.